Soatimiz 1 bo'lyapti. Ob-havo qor, lekin avtobarishov xizmatda. Bor yo'g'i birdan telefon qilasiz va lokatsiya tashib bersangiz, biz bo'ldi, sizni eshigingizga, ofisingizga yetib boramiz. Hozir navbatdagi mijozimiz ketdi. Ana mijozimiz o'zlari ham kelib qoldilar. Hozir ularga premium klassda xizmat ko'rsatamiz. Avtobarishov 24 ga yetib xizmatdamiz. Bor yo'g'i birdan telefon bilan eshigingizga savdoshdan o'zi boradi. Mana soatimiz xulolasi 2 bo'lishiga qaramay, avtobarishov hali ham xizmatda. Kelgan mijozimizga chiroyli xizmat ko'rsatdik. Akamiz prosta videoga olishga qo'ymadilar. U oddiy hol, ko'pincha bo'ladigan holat. Yana bir marta qaytarib o'tamiz. Sartaroshxonaga bor, yo'lda probkani kut, o'chirit kut o'rniga bor yo'g'i birdan telefon bilan avtobarishov chaqirsangiz, ishxonangizda, uyingizda, ofisingizda tega borib sifatli xizmat ko'rsatamiz. Avtobarishov 24 ga yetib xizmatdamiz. Aloqaga chiqaverasizlar, pastdagi nomerlarni qoldiramiz. Pastdagi nomerlarga telefon qilsalaringiz, lokatsiya tashib bersalaringiz xizmatdamiz akalar.